Kimnidir xursandchilik yuzida, kimnidir yuzida ikkilanish bo'larmikin, o'xshaymikin? Qattiq qo'lman, talab qolaman, so'rab olaman. Mehrimam bor, zahrimam bor. Massaj sohasiga kirib kelmoqchisizlar. Og'riydi kim massajchi? Nimaga qanaqa qilib bunaqa natijaga erishganiga juda ko'pchilik qiziqadi. Nimaga bu filiallarda odam ko'p, nimaga reklama qilmasa ham odam ko'p, nimaga qishda hamma ish to'xtagan paytda to'xtaydi, nega Nargis skidka qilmaydi massajlariga? Foiz o'zim o'taman. Dars paytida hech qanaqa konsultatsiyam bo'lmaydi. Duo bor joyda, natijangiz bo'lgan joyda klientlar har doim sizni deb va sizni tinmay reklama qiladi. Palonchi ustozda o'qidim, palonchidan sertifikat oldim rol o'ynamaydi. Natija. Qashqadaryodan keldingizmi? Navoiydan kelganman. Sizdan 3-4 ta joyga borib ko'rdim. O'zim undan oldin bitta massaj kursida o'qiganman. Namangan viloyatidanman. Samarqand viloyati Paxtash tumanidan keldim. 1 yildan beri sizni kuzataman, o'zim massajistga boshladim. Massajda o'qiganman, uyda qilaman. Hozir do'pposga chiqara olmayman o'shanga. Do'pposga chiqarib bergan, haqiqatda zo'r effekt qilib bergan. Nargiz opamda boshqa hech kim yo'q. Bolalarda harf chiqara olmay qiynaladi. Sog'lom bolalar bor, lekin harfini chiqara olmaydi. O'shani siz qilib berasiz, qo'shimcha daromad. Toshkentda konsultatsiyalarimga bitta filialimga borsangiz 200 ta, 300 ta turistlar odam yozilib ketgan. Men bir sirrochi derdi. Xosdan bolasidan gap keladi. Ilohim, Alloh yo'linglarni ochsin, xayrli qilsin.